Ogoh bo'ling, vaziyat tobora chigallashib bormoqda. Turkiyada yana bir o'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. Avvalroq O'zbekistondan Turkiyaning Balaksir shahriga borgan Dilafruz Cho'liyeva izsiz g'oyib bo'lgach, yaqinlari tomonidan qidiruvga berilgani aytilganda, Turkiyaning Balaksir viloyatida bo'sh maydondan topilgan jasad 21 yanvardan buyon qidiruvda bo'lgan 46 yoshli O'zbekiston fuqarosi Dilafruz Cho'liyevaga tegishli ekani aniqlandi. Bu haqida Haberturk nashri yozdi. Ma'lum qilinishicha, Havran tuman jandarma qo'mondonligiga Balaksir shahrining Havran tumaniga qarashli Chamdibi mahallasida bo'sh yer maydondan ayol kishining jasadi topilgani haqida ma'lumot kelib tushgan. Hodisa joyida olib borilgan tekshiruvlar natijasida jasad 21 yanvardan buyon Burhaniya tuman Emniyat boshqarmasi tomonidan bedarak yo'qolgan shaxs sifatida qidiruvda bo'lgan 46 yoshli O'zbekiston fuqarosi Dilafruz Cho'liyevaga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Marhumning jasadi sud tibbiy ekspertiza o'tkazish uchun Bursa sud tibbiy muassasasiga yuborilgan. Mazkur holat yuzasidan Cho'liyevaning sevgilisi ekani aytilgan 44 yoshli I.I, shuningdek uning tanishlari BN, BU va MK qo'lga olindi. Huquq-tartibot idoralariga so'roq jarayonlaridan so'ng sudga chaqirilgan I.I hibsga olinib, qolgan 3 nafar gumondor sud jarayoni davomida qamoqqa olinmasdan shartli ravishda qo'yib yuborilgan. Taxminan bir oydan buyon onasidan darak ololmagan o'g'il Shohruh To'raqulov onasining qandli diabet bilan og'riganligini aytgan. Ma'lumot o'rnida 46 yoshli Dilafruz Cho'liyeva ishlash uchun Turkiyaga borib, Balaksirning Burhoniya tumanida yashagan. U yerda keksa va bemor kishiga qaragan. Ayol joriy yilning 21 yanvar kuni bozorga chiqish uchun ruxsat olgan va to'satdan g'oyib bo'lgan. Cho'liyevadan xabar ololmagan yaqinlari uning bedarak yo'qolganligi haqida ariza bergan va voqea yuzasidan O'zbekiston elchixonasi hamda konsulligiga xabardor qilgan. 23 yanvar kuni ish beruvchilar ham Dilafruz Cho'liyevani qidirib politsiyaga xabar berishgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Turkiyaning Istanbul shahri Shishli tumanida chiqindi yig'uvchi tomonidan axlat konteyneridan o'zbekistonlik Nurdona Hakimevaning jasadi topilganda, keyinroq mazkur ish doirasida u o'ldirilgan. Umroniyadagi uyda yana bir o'zbekistonlik ayol Sayyora Ergashaliyeva ham bo'laklab o'ldirilgani aniqlanganda,